Juda ham bitta yaxshi sinfdoshim bor. Toshkentga qatnaydi, Farg'onaga, Qo'qonga qatnaydi, Beshariqqa qatnaydi. Ha, qandaysan? Zo'rmisan? Yaxshi yuribsanmi? Ha? Meni ham olib boraver. Yo'q, bitta joyga ketyapman o'rtoq. Juda ham nozik joy. Akamiz to'y qilyapti. Interkontinentalda men bilan bir ikki og'iz gaplashmoqchi. Ha, biz ustuvachimiz chatoqda, ha? Olib bormaysan-da bizda. Jim o'tirasanmi? Jim o'tiraman, o'rtoq, olib bor. Uyaltirmayman, olib bor jon o'rtoq. Qara lekin. Bordik, endi juda ham chiroyli haligi kishi boshiga $80,000 joylar bor-ku. O'sha yerda ye bo'ldingiz, kredit olishingiz kerak. Jamshidbek, assalomu alaykum. Ha, bu yoq kim? Assalomu alaykum o'rtoq. Yaxshi, keling, o'ting. Assalomu alaykum. Orada qiziqchilik qilib, orada videochilik qilasiz. 8 da Farruh Zokirov keladi, и потом 9 da Yulduz Usmonova keladi. Buni podsenariy qilib olamiz deb tursa, boshlandi o'rtoq. Ba'da qaytaga o'rganman, jamoa. Bu odam Dubayda yashaydi. Biznesmen odam. Samarqandlik deb qo'ysangiz, men ham qatnaganman Samarqandga deb yana bir nimalarda boshlaydi. O'z ko'ziga tushib qolishiga aka haligi Makkani maydalaydigan bitta apparat olgandim-da $50 ga. Qarang, ishlayapti. Xitoy ham aynibdi. Akani 3-sinfdagi bizneslarni aytayapti-da. Uyam mayli. Barda men tashab qo'yaman. Akani men tashab qo'yaman. Tashqarida qizil Nexia turibdi. Qora banfirli. İçinde kelindi ham bor. Ali akani Range Rover kirgandan beri o'chgan yo'q. Zavod bo'lib turaversin. Assalomu alaykum. Endi bu kishimda ana qizil Nexia'da tashab qo'ymoqchi. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Mana Range Roverga o'tib ketuvdi. Yana pastga yetish yo'qda. Men ham jentraga to'liq qo'yib o'rtoq.